Haqiqiy xotirlar haqiqiy dunyoni namoyon qiladi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, yaxshimisizlar? Haqiqiy xotirlar programmamizni ko'rishinglarni qarshi olamiz. Men riyosatchi Qayyum Muhammad. Tarim daryosi o'rkashlab eqib, ikki qirg'oqdagi kishilarga hayotlik ato qilib kelmoqda. Tarim daryosining tuvanki eqinida Ko'nchi daryosini suv bilan ta'minlaydigan asosliq eqin Jungodagi eng cho'ng ikki quruqliq tatliq suv ko'li Bag'rash ko'limi hayotiy kuchga to'lgan. Bu ko'lda yashaydigan necha 10 xil baliq Tangri bizga ato qilgan isil ne'mat hisoblanadi. Yaqinqi yillarda hukumat Bag'rash ko'lida baliqchilikni unumli tartibga solg'achqa, kishilar ko'ldan zo'r nafga erishadigan bo'ldi. Shu Chingyu bilan uning ayoli Jang Yonghua Shandongdan kelgan. Ular yurtida baliqchilikka tayinib tirikchilik qiladi. Korla Şinjan bo'yicha ikkinchi cho'ng shahar. Shundaqla Janubiy Şinjan bo'yicha iqtisodi eng taraqqiy qilgan, muhiti eng go'zal shaharlarning biri. Korla shahri 2011-yilda fuqarolarning baxt tuyg'usi yuqori shahar qurish chaqiriqini o'tirg'a qo'yib, shahar taraqqiyotining har bir nishoni, har bir planini shahar aholilarining baxt ko'rsatkichini o'stirishning o'lchami qildi. Korla shahri aholilarining baxtli emasligini o'lchaydigan ko'rsatkichlardan ahollarning rohat tuyg'usi, iftiqorlanish tuyg'usining yuqori bo'lishi go'zal Ko'nchi daryosi bilan munosabatlik. Ko'nchi daryosining suvi bosh egim jilg'isidan o'tib Korla shahriga eqib kiradi. Daryoda yil bo'yi suv o'ksimaydi. Daryo bo'yida sagidash, badan chiniqtirish, sayli qilish Korla shahri aholilarining o'zgacha hozirlanish usuli. Daryo bo'yida sagidab yurgan kishilar ichida daryoning manzil rayonidagi bo'lsagatlarga bir bovoyning ismi qo'yilganligini nurg'un kishilar bilmasligi mumkin. Bovoyning ismi Wang Qingbang bo'lib, bu yil 77 yoshga kirdi. Burunqi harbiy formani kiyib olgan bu bovoy yeshillik bilan bir yerda bo'lib ketgan edi. 1956-yilda Andilish 20 yoshga kirgan Wang Qingbang ozodlik armiya jangchisi bo'lib, sabdoshlari bilan avtomobilga o'tirib, Gansudan Xinjiangga kelgan. Her günü səhər saat 8-də Wang Qingbang şəhər rayonuna 5 kilometr keladigan ko'chat zarlıqqa vaqtida keladi. Bu yerdagi har bir o't cho'p giyohlar uning qatlanış, har bir tip ko'chatni o parvarish qilib o'stirgan. Onun choyning beshi bo'lib qolgan edi. Vaqtni ching tutib, yerdagi ko'chatlarning qishni o'tkazish tayyorligini turish kerak edi. 2008-yilda aslidagi qaqas holatdagi Ko'nchi daryosi manzil belbog'ining ikki tarafida ko'kartish boshlandi. Wang Qingbang tashabbuskorlik bilan shaharlik bog'vanchilik idorasini izlab berib, bu vazifani xolis ustiga oldi. Bu odamlarni boshlab 3 oy vaqt ichida ko'chatlarni birma-bir bo'yaga tikib chiqdi. Oradan uzoq vaqt o'tib ketdi. Ayni chog'dagi ko'chatlar endilikda qad ko'targan mazmun daraxtlarga aylandi. Bu go'zal so'gat bo'lsa, uning ismi bilan Qingbang so'gati deb ataldi. Ko'chat zarliqdan uyga qaytib kelguncha qorong'i tushib ketdi. Ko'chat tikishdan boshqa Wang Qingbangning yoqtirdig'ini xabar va harbiy ishlar qonunini ko'rish edi. Wang Qingbangning ayoli pensiyaga chiqqan bo'lib uyda edi. Odatda turmushda Wang Qingbangning yemak-ichmak, kiyim-kechakka nisbatan hech qanday talabi yo'q edi. Biroq Wang Qingbangning yil bo'yi harbiy forma kiyib olishi uning ayolini sal o'ng'aysizlantirib qo'ydi. Konich formani hozir sotmaydi ekan. Tapqili bo'lmaydi. Nurg'un tanishlarim orqali raq tepib tikkizaman. Tikkizib bo'lgandan keyin tugmasini topmoq tasga tushidi. Konich harbiy formaning tugmasini tapqil bo'lmaydi. Shunga peshqadam tanishlarning koni formasidagi tugmani elib tikib beraman. U puxroch kiyimlarni kiymaydi. Izchil harbiy salobatini saqlab keldi. Balkim Bag'rash ko'lidagi baliqchilarga nisbatan usul ko'p pul tepishning o'zi baxt bo'lishi kerak. Wang Qingbangning nazarida shaharni bo'stonlikqa aylantirish baxt bo'lishi kerak. Odiljonga nisbatan baxtning o'zi texmi kangri dunyoni ko'rish, o'xshamagan ishlarni boshdan kechirish. Lopnurda yashayotgan lopnurliklarga nisbatan baxtning aniqlamasi yana qandaqdir? Adiljan bu yil 18 yoshga kirdi. Bu uning 4 yildan buyon tunji qitim ota-onasi va singlisi bilan uyda ro'ziyat o'tkazishi. Bugun tag'isi bir oylik kishilar ularning uyiga hayitlab keldi. Ko'pchilikning hammasi ko'tarangi xo'shal kayfiyatda edi. Adiljan Korlada tug'ilib o'sgan.
Ular 90-cı illarda tug'ilgan nurg'un bolalarga o'xshash kichigidan tortib ota-onasining g'amxo'rligida g'am andishsiz yashab keldi. 2008-yili Adiljon Changchun Umid to'liq o'rta maktabining Xinjiang sinifiga imtihon berib o'tdi. Shundan boshlab u Ishkirdagi Xinjiang to'liq o'rta sinfidagi 4 yillik turmushini boshladi. Bu uning tunji qitim oilasidan ayrilishi. Agar aldirash bo'lib ketib, 2 kunda bir qitim telefon bermay qolsam, dadam bak ansirab ketdi. Agar maktab yaqin bo'lsa, uning bilan ko'rishib turgan bo'lardim. Dastlabki yitirqish va ishkilinish kunlarini boshdan kechirgan Adiljon ota-onasiga tayinib olib, cho'ng bo'lolmayotgan boladan endi tadrijiy pishib yetilishga boshladi. Adiljon Changchundagi 4 yil vaqtda o'qishdan boshqa texnik mo'l bilim egillaganligini his qildi. Texnik muhimi u o'zining nazar doirasining kengayganligini, dunyoning kengriligini his qildi. Odamning nazar doirasi biroqli kengaysa, nurg'un masalalarni o'ylaydi ekan. Buningdek vallacha ish qilmaydi ekan. Qaytib kelgandan keyin texnik pishib yetilganligini his qildi. Bu yil iyunda Adiljon oliy maktab imtihoniga qatnashdi. U o'zining yurti Korli shahri, ya'ni Neft shahrini ko'zda tutib, ota-onasi bilan maslahatlashgandan keyin Yaoning Neft universitetiga imtihon berishga tizimlatdi. Hamda o'z orzusi bo'yicha qabul qilinganlik uqtirishini qo'liga oldi. Maratdan qaytib kelgandan keyin tunji bo'lib uni ko'rishga oldirdim. Rost gapni qilsam, qabul qilish uqtirishining qandaqligini tasavvur qilib baqdim. Uni rostilla qo'limga olganimda bak hayajonlanib ketdim. Yaşlıq ən güzel, teximi güzel bo'lgani umid orzuga to'lgan kelgusi. Mayli qayerda bo'lsin, baxt to'g'risidagi tema muqarrar holda kishilar tarafidan tilga olinadi. Chunki hamma odam baxt qo'g'lashadi. Undaqda baxt degan zot nima? Baxtni o'lchigili bo'lamdi. Uning javobi har xil. Nurg'un kishilarning nazarida Wang Qingbang g'alati odam. U xuddi Qaynan tashqinliq Jilla nomli televiziya teatridagi Shi Guangrongning reallikdagi simvoli. Ammo Wang Qingbangning o'ziga mansub baxtdan bahramon bo'layotganligini hech kim inkor qilolmaydi. O'rkashlab eqayotgan Ko'nchi daryosi Wang Qingbangning qaysarligi va pokligining shohidi. Shundaqla 90-yillarda tug'ilgan yosh Adiljon ham uning oilasidagilarning o'zgacha kishilik turmushiga baxt ato qilgan. 2012 yılı 23 Ağustos Tungu'nun an'anaviy qamariya bayramida Lopnur noyasidagi manzara sayohat nuqtasi bo'lgan Lopnurliklar kentida bir maydon qaynon tashqinliq to'y murosimi o'tkazildi. Bu sayohatchilar uchun alohida tayyorlangan o'yin. To'ydagi barliq ko'rinish va har bir qadam bosqish xizmatchilarning astoydil loyilishi va o'rinlashtirishidan o'tgan. Hatto yaqin kentdagi dehqonlarmi buningga qatnashib, urug' tuqqanlarning rolini oldi. Kishining zo'qini keltiradigan manzilda Lopnurliklarning qadimiy urf-odatlarini jonliq namoyon qilib beradi. Elimizning har qaysi joylaridan kelganlar dunyodagi ibtidoiy insonlarning tirik tosh qatnisi deb atalgan Lopnurliklarga izchil qiziqib keldi. Lopnurliklar qadimiy ham ajoyib bir to'p kishilar. Qadimdan to hozirgacha ularning taqdiri suv bilan zish bog'lanib keldi. Daryoning eqishi o'zgarib, asta-asta qurib ketgandan keyin ular yurt makonlarini tashlab, tayanchidan ayrilibmi qaysarlik bilan yashab keldi. Necha ming yildan buyon o'zining o'zgacha urf-odati va alohidligini saqlab kelmoqda. Bu tarafda to'y qizib ketdi. Bu tarafda Bahargulning tijorati qilib ketdi. Lopnurliklarning avlodi bo'lgan Bahargul Lopnur kentida yashab keldi. Ularning uyi, yaymisi hatto o'zlarimi bu yerning manzarasi hisoblanadi. Kishilarning qiziqsingan qarashlariga ular ko'rinib ketdi.
Bugün mehmonlarning oyati uzilmadi. Lopnurning yerlik qo'y go'shi nihoyat yeyishlik. Bir zix yo'lg'in kavpi 8 yuan. Bir qitimliq sayohat faslida necha 10 ming yuan pul topa oladi. Har qitim sayohatchilar ketib qolganda butun manzil rayoni jimjit bo'lib ketadi. Lekin bir oylik kishilarning turmushi yanada davomlashaveradi. Derek sulu işkil olan da. İşkil buldu umanla yendi. Kuz keldi. Har qitim havo sovuğanda ular bu yerdan 30 kilometr yiroqlikdagi yeziga ko'chib ketadi. Lopnurliklar kentining turmushi xuddi bir kishilik xizmatga o'xshaydi. Bahorgulga o'xshash manzil rayonida ishlaydiganlardan yana bir Lopnurlik Roza Ismoil Bovoyli bor. Roza Ismoil bu yil 95 yoshga kirdi, ammo nihoyat temat. Hem de buna uzun ömür körüştüken iş en birinci aile turmuş bağlı. Köngül hatırcamlığı baş. Ailedeki yaşap atkan adam namet hoş koyun. Hoş çakçak. Buluş gerek. Eğer besin buluş gerek. Lakin adam yüzünü biliş gerek. Yüzünü kadar kıymetini biliş gerek. O adamın zaten yüzünü avruyunu biliş gerek. Roza Ismoilning xizmati sayohatchilar bilan birga suratga tushish. Bir poch suratga tushsa 5 yuan. Mehmonlar az vaqtda Bovoy daryo bo'yida o'ltirib, ilgirki beliqchilik qilib turmush qamdigan chog'larini eslaydi. Bu kechirmishlar uning nisbatan uzun bir tarix. Roza Ismoilning uyi Aqsupi yezisiga 70 kilometr keladi. Uning o'g'li har haftaning payshanba kuni uni og'ili keladi. Bu cheksiz xo'shallikqa illiqlikqa to'lgan oila. 3 o'g'li bilan qizining uyi yiroq emas. Bir-birining holidan xabar ep turadi. Bu uyni ular bultur yangidan solgan bo'lib, turbu suyi bor. Gerçi uyning ko'lami kichik, uy saramjonlari oddiy bo'lsa-mu, biroq Bovoy oilasidagilar bilan birga o'tkazgan xo'shal minutlardan qo'lima rozi edi. Roza Ismoil oilasidagilarning necha ming kevazligi bor bo'lib, yilda oladigan usuli Tarim daryosi bilan zish munosabatlik. Şinjan'da su bo'lsa hamma bo'stonliq, su bo'lmasa qaqaslikqa aylanadi. Oldingi asrning 50-yillarida tabiiy va sun'iy omillarning ta'sirida nurg'un iqlimlar oqaqidan Tarim daryosining qo'l iqlimlariga qo'shilishdan to'xtab qolgan. Tarim daryosi iqlimlarining bir mezgillik to'xtab qolishi kishilarga azoblik aslimalarni qoldirgan. 43 yaş kirgen hayatımda biz 5 kata köçtük. Bunun töğütünün hemmesi suğa münasebetlik. Biz olturga yerledik ki tarih akıllarının, deryalarının su menbesi üzülüp kılış sebebinin 5. kıtında biz yan karşılığı köçüp yap oturttuk. Qasım bir oila kishilar turayotgan Qarchug'i yezisi Tarim daryosining o'rta yaqinidagi bir kichik kent bo'lib, Lopnurnoya bozoriga 130 kilometr keladi. Xaritaga qarsak, qumliqdagi bu kichik chekit dal Qarchug'i yezisi. Tarim daryosining tuvangi yaqinida suv manbasining uzilib qolishi Qarchug'i yezidagilarni hayot mamotda tanlashga duchor qilgan edi. Ular bu joydan ko'chmasa, o'limni kutmakdan boshqa amal yo'q edi. Tarim daryosini tizginlagandan keyin suv keldi. So hayotlik ata qilgandan boshqa yana 5 umidini ata qildi. Kishilar to'g'rilik bilan qumliq orliqiga kevas berdi. Abdukiram oilasidagilarning 2000 moddan ko'proq yeri bor bo'lib, bu bir qancha yilda Tarim daryosining suyida kevazligini sug'urib, kevazdan mol hosil oldi. Buning bilan Abdukiram oilasidagilarning turmushi bayağı shodlikqa to'ldi. Kelulg'unlar bo'lsa, ko'ngil shu yerda bo'ladi. Abdukiram bir oila kishilardan shaharga ko'chib berishga qadar qilibdi. Biroq Abdukiram bilan xotini sahra turmushiga ko'nib qolgan edi. Endi hozir kaptar pulni topdik, beydi hol ahvolimiz yaxshilandi. Endi birdan bir kam men o'zim qilishga tegishlik mo'yim deb qarg'ashim, shu o'qitish ishlari, o'qish qolganlar. Shundaq qiyalarga hozir kaptar yordam qila olsam bundan keyin. Qarong'i tushishga boshladi. Qarchug'i yezisimi tinchlandi.
kishilar kentdagi eng cho'ng oshxonaga jam bo'lib, bir kunlik hardoqlarini elishdi. Qong'icha mongdashdi. Ilgari qurib ketay deb qolgan Qarchug'i yezisi bugungi kunda kishilarning tirishchanligi va qo'g'dishi bilan saqlanib qoldi. Bu kishi mushu yezdagi danglik hunarmand Yasin Bakri. O ota bovisidan qolgan hunarga tayanib, yog'och buyumlarni yasaydi. To'g'rak eng yaxshi material. Yerlik fuqarolarning turmushida kambos bo'lmaydigan buyum. O'tirhol cho'nliqdagi bir tangni yasash uchun bir kun vaqt ketadi. Yasin Bakri o'zining hunaridan faxrlanadi. Ba'zida Qarchug'iga kelgan sayohatchilar uningga bir qism hunar san'at buyumlarini zakaz qiladi. Agar ixlos bilan yasasa, faqat mushu tanglarni setibla necha 10 ming yuan kirim qila oladi. Bu yerdan zavod yoki hamda tok saymalari bo'lmag'achqa hamda qo'lday chopidi yog'ochda. Mana necha pul sotilar? 100 koy, 100 koy. Mancha 100 koy, 100 koy. Mana indatmaydilarda. Buni hamda mush yerilib ketmaslikka. Ma xamir chap tutmaydi. Yerilib ketmaslik shuni minda. Shamol tegmesin deb o'ylab. Oldiga adam chiqmadi. Oldiga adam jet. Hamda bunga bo'rt hamda shu. Manda narsa lozim desa bo'rt başı chapadi. Bu yezdagi birdan bir kema. Buni Yasin Bakri o'z qo'li bilan yasagan. Bu kemani endi bunda ehtiyoj suv, daryoda suv bo'lsa, belagal emas. Suv yo'q chog'da qanday o'ylaydik? Suv yo'q chog'da mushunda bek naati ansizlik ziraatlar mushi yer tehti sudun foydalandik. Ashunda vaqtlarda manda kemilar, ya'ni janda sug'urishga o suni tartib mahkemege jandani sug'urishga ya'ni ishlatimiz mani. Endi bu suv manzirlik neyse, buni ustiga chiqib, mangmaq tas, mana yig'ashning ustiga chiqib mangan bilan. Su bayada yeşillik bor. Yeşillik bayada hayotlik bor. Bugungi lopnurliklar uchun aytganda, o'tmishga aylangan turmush shakli qayta boshlanganda qiladi. Qadimdan hozirgacha Tarim daryosiga tayanib yashab kelayotgan kishilar qisqagina vaqt ayrilgandan keyin bu daryoning bag'riga yana qaytib keldi. Keyingi programmamizda Qaynoq yillar nomli 5 qismlik hujjatli filmning 4-qismini ko'rsatamiz. Haqiqiy xotirlar haqiqiy dunyoni namoyon qiladi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, keyingi son programmamizda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.